1991-yilda ishlab chiqarilgan 2413 bor. Mashinamiz polniy asvejit bo'lgan, lekin motorning otseklari o'zini radnoy turibdi dedi. Metangazda motor korobkalarda umuman ish yo'q dedi. Akkumulyatorlari yangi turibdi, vakuumlar ishlaydi. Mashinamizga 4 yangi yumshoq balon qo'yilgan. Chiroyli bakoylar qo'yilgan. Mashinada bagaji bor, universal. Bozorda kamyob mashinalar. Salon holatlari, poliklar to'shalgan. Orqa ko'rinishlari 31 sidinalar qo'yilgan. Mashinamizda ikkita 65 talik metan gazi bor ekan. Parkoplari bor. Orqa ko'rinishlari. Motor hadoylarda umuman ish yo'q, zadniy mostda umuman ovoz yo'q dedi. Mashinamiz ideal turibdi. Bu 2413 mizda bo'lishinde $3200 deyapti. Ya'ni kelib turib kelishtirib olsalaring bo'ladi.